Assalomu alaykum akalar ukalar, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun 2026-yil 2-iyun. Toshkent shahar Piskent tumanidamiz do'stlar. Eski ishimiz. Toshkentga kelganmiz mehmon bo'lib. Uyimizda ahvolicha og'ir. Buni xudo xolasa nolga chiroyli qilib topshiramiz. Mana atvislar tashlaymiz hozir. Bu tomonlarga atvislar tashab oldik. Atvis tashab nokka chiqardik. O tepa 7 cm yapti. Loyli. Pastimiz mana 2 cm. Mana shuni dekensa chiqarib beramiz xudo xolasa. O'n nima qiladi qo'yib qo'yganmiz hozir. Quvaljon ishlayapti. Endi burchaklarni hozir chiroqli topshiramiz xudo xolasa. Layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar degan umidamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar deyman. Pastlar, tepalar mana. At ko'zlarni chiqaramiz. Jahannam bo'lib yotibdi. 70-yil qurilgan uylar ekanda bular. Tepani ko'rdingizmi? Tepa 7 cm, 8 cm pastda. Xudo xolasa buni chiroyli qilib topshiramiz. Bitgandan keyin yana bir chiroyli qilib video syomkalarni qo'yib boramiz do'stlar. Do'stlar mana bitti va nihoyat. Oldi tomoni bilan yon tomoni. Eski işimiz. O'zgartimi yo'qmi bir baho berib olasizlar do'stlar. Mana tepalari, mana pastlar. Hamma yo'q. Tomoni. Beramiz. Bitgandan keyin xudo xolasa hammasini bitta chiroyli qilib obzorini qilib beramiz. Oho, bog'lar juda vahimay bu. Qancha yapti endi bu Azbek? Pasti. Bilmadik endi bu qancha yapti ekan. Tepa 0 ga qo'yildi mana atvislar tashab. Qancha ekan bu? 12 cm ekan. 12 cm yapti ekan. Oho, bu tomonlarchi? Bu tomon ham 12 cm yapti ekan, pasti. 11 bog'lar. 11, 12. Tepalar 0 mi? Yo'q, tevaga qoqilgan endi hozir bu yerda ko'rinmaydi bu tomonlarda. Tevalar 3 cm ga chiqarib olganmiz. Tepalar 3 cm ekan. Ana itlar, chivitlar. 8 ekanda. 8. 11, 12, 8 bo'lib ketyapti ekanda. Bunga endi xudo xolasa hozir bir suloqlarimizni berib o'tirib, mana mayli. Buni bunga o'xshatib bir suloqlarni berib turib, ustidan bitta setka qoqamiz. Setka qoqsa bo'laveradi. Ha, setkasini bitta qoqib turib, keyin ustida yana bitta loy beriladi. Mana shu mayakka mana shu mixlarimiz mayak, mana shu mayaklarni yopib cho'tkilab. Xudo xolasa. Xudo xolasa mana shunga olib kelamiz loy berib. Chiroyli qilib topshiramiz xudo xolasa. Endi bu akamizni uyi metdan sepdan bag'a
Antena qurilgan ekan, paxsa ekan. Bu tomoni g'ishagan. O'shaning uchun mana o'tdan sindirib qo'yganiga o'tlar juda qalin yo'g'oryapti loyda. O'shanga to'g'rilab mayga chiqaveradigan bo'lyapti. Xudo xolasa biz chiroyli qilib topshiramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa cho'kkilar. Xudo kuch-quvvat berib tursa, Xudodan kuch-quvvat so'rab, xudo xolasa boshlaymiz ishimizni, bugungi ishimizni. Bizni kuzatishda davom etinglar. Arzuydigan bitta like bosib qo'ysalar ham. Like bosib turasizlar do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlab. Biz xudo xolasa chiroyli qilib topshiramiz. Biz Toshkentdamiz, xudo xolasa. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Pastga telefon raqamlarimizni qoldiramiz har doimgidek. Gilanvich chiqadi. Bo'ldi, gilanida turasiz Abbosjon, mana shogird. Haqiqiy loyida qilishyapti mana. Mana orqa tomonimizda do'stlar. Nolga chiqdi xudo xolasa. O'zgargan bo'lsa bittadan laylar bosib qo'yasizlar do'stlar. Mehnatimizga.